aleyküm. Quyidagi integralni hisoblaymiz. Integral 0 dan pi taqsim 2 gacha integral ostidagi funksiya sinus kvadrat x bo'lingan sinus x plus cosinus x. Yechish. Quyidagi formuladan foydalanamiz. 0 dan a gacha fx dx teng integral 0 dan a gacha f a minus x dx. Berilgan integralni I harfi bilan belgilaymiz. I barabar 0 dan pi bo'lingan 2 gacha sinus kvadrat x bo'lingan sinus x plus cosinus x dx teng yuqoridagi formulani hisobga oladigan bo'lsak, integral 0 dan pi taqsim 2 gacha sinus kvadrat pi taqsim 2 minus x bo'lingan sinus pi taqsim 2 minus x plus cosinus pi taqsim 2 minus x dx bu teng 0 dan pi taqsim 2 gacha cosinus kvadrat x bo'lingan cosinus x plus sinus x dx. Bu integrallarni hadlab qo'shamiz. U holda 2 teng 0 dan pi taqsim 2 gacha sinus kvadrat x plus cosinus kvadrat x bo'lingan sinus x plus cosinus x dx teng integral 0 dan pi taqsim 2 gacha 1 bo'lingan sinus x plus cosinus x dx. Bu teng 0 dan pi taqsim 2 gacha 1 bo'lingan kvadrat ildiz ostida 2 sinus x plus pi taqsim 4 dx. Quyidagi almashtirishni bajaramiz. Ya'ni x plus pi taqsim 4 t bo'lsin. U holda x 0 ga intilsa t pi taqsim 4 ga intiladi. X pi taqsim 2 ga intilsa t 3 pi taqsim 4 ga intiladi. U holda berilgan integralimiz integral pi taqsim 4 dan 3 pi taqsim 4 gacha 1 bo'lingan kvadrat ildiz ostida 2 sinus t dt teng 1 bo'lingan kvadrat ildiz ostida 2 va integral chegarasi pi taqsim 4 dan 3 pi taqsim 4 gacha dt bo'lingan sinus t. Bunga boshlang'ich funksiya teng bo'ladi 1 bo'lingan
kvadrat ildiz ostida 2 natural logaritm tangens t bo'lingan 2 integral chegarasi pi taqsim 4dan 3 pi taqsim 4gacha. Bu teng 1 bo'lingan kvadrat ildiz ostida 2 natural logaritm tangens 3 pi taqsim 8 bo'lingan tangens pi taqsim 8. Quyidagi formuladan foydalanamiz. Tangens fi taqsim 2 teng plus minus kvadrat ildiz ostida 1 minus kosinus fi bo'lingan 1 plus kosinus fi. Bu holda bu teng bo'ladi 1 bo'lingan kvadrat ildiz ostida 2 natural logaritm kvadrat ildiz ostida 2 plus 1 taqsim kvadrat ildiz ostida 2 minus 1. Bu teng bo'ladi 1 bo'lingan kvadrat ildiz ostida 2 natural logaritm kvadrat ildiz ostida 2 plus 1 ning kvadrati. Bu teng 2 taqsim kvadrat ildiz ostida 2 natural logaritm kvadrat ildiz ostida 2 plus 1. Demek 2i teng 2 bo'lingan kvadrat ildiz ostida 2 natural logaritm kvadrat ildiz ostida 2 plus 1. Bundan i beraber 1 bo'lingan kvadrat ildiz ostida 2 natural logaritm kvadrat ildiz ostida 2 plus 1. Demek verilgen integralimiz yani 0'dan pi taqsim 2gacha sinus kvadrat x bo'lingan sinus x plus kosinus x dx teng bo'lar ekan 1 bo'lingan kvadrat ildiz ostida 2 natural logaritm kvadrat ildiz ostida 2 plus 1. E'tiboringiz uchun rahmat.